Assalomu alaykum aziz obunachilar va hurmatli YouTube kuzatuvchilari, kanalga podpisatsiya bo'lishni yoddan chiqarmang. Ushbu videoda sizga Pavlonia haqida barcha ma'lumotni yetkazishga harakat qilamiz. Videoni oxirigacha tomosha qiling va like bosishni unutmang. 1 gektar yerga Pavlonia plantatsiya qilib va undan $300,000 daromad olsa bo'ladimi? Ha, $300,000 daromad olsa bo'ladi. Ushbu video davomida siz Pavlonia haqida ko'plab savollarga javob olasiz. Birinchidan, Pavlonia qanaqa daraxt? Qaysi sektorda ishlatiladi? Qanday qilib o'zimizning sharoitda o'stirsa bo'ladi? Va asosiy savol, qancha daromad olsa bo'ladi? Birinchi savol, Pavlonia qanaqa daraxt? Pavlonia dunyodagi eng tez o'sadigan daraxt turlariga kiradi. Juda ham yaxshi sharoitda 5 yil ichida maksimum 20-25 metrgacha o'sa oladigan daraxt hisoblanadi. Diametri esa 25-30 santimetrgacha bo'ladi. Pavlonia daraxti ekilgandan keyin bir marta kesilgandan keyin boshqa yangi Pavlonia daraxti ekish shart emas, chunki uning joyidan yana o'sib chiqaveradi. Bu deganida siz har 5-6 yil davomida yana va yana kesib olaverasiz. Ya'ni bir tup Pavlonia ekib, siz 50-60 yil davomida Pavlonia daraxtini kesib olaverasiz. Ya'ni 8-10 marotibagacha Pavloniani kesib olsangiz bo'ladi. Pavlonia daraxti Xitoyda mo'jizaviy daraxt deb hisoblanadi va omad daraxti deb nom qozongan. Hozirgi vaqtda Pavlonia daraxti Yevropa davlatlarida juda ham ko'p ekiladi. Bunga asosiy sabab Pavloniani tomiridan tortib to bargigacha pul, daromad manbai bo'lganidir. Pavlonia daraxti asosan tez o'sishi bilan va juda yengilligi bilan shuhrat qozongan. Pavlonia daraxti boshqa mamlakatlarda alyuminiy daraxt deb ham nom qozongan. Pavlonia daraxti materiali asosan mebel, kemasozlik va qurilish sohasida juda keng qo'llaniladi. Endi esa ikkinchi savolga javob beramiz. Pavlonia daraxti qanday o'stiriladi? Manzil: Panjkent, Sarazn. Bugungi kunda Pavlonianing gibrid navlari mavjud. Bular FT M1, Shandong 9501, Z07 va Tomentoza. Ular bir-birining tez o'sishi bilan va sovuqqa chidamliligi bilan farq qiladi. Asosan FT navi bugungi kunda juda ham tez o'sadi va talabotga muvofiq nav hisoblanadi. Pavlonia daraxtini asosan 3 xil usulda ko'paytirsa va eksa bo'ladi. Bular qalamcha, urug' va in vitro usulida. Qalamcha bu Pavlonia daraxtining tomiri hisoblanadi va uni mart oyidan boshlab eksa bo'ladi. Urug'ini esa asosan noyabr-oktyabr oyida urug'i yetiladi va uni fevral oyidan boshlab eksa bo'ladi. In vitro usuli esa laboratorik metod hisoblanadi. Laboratoriyada tayyorlanadi. Pavlonia ekish sxemasi asosan 4x4 sxemada ekiladi va undan tashqari 2x2, 1x1 sxemalari ham mavjud. Asosan material olish uchun 4x4 sxemada ekilgani ma'qul va 2x2 ham kamroq to'g'ri keladi. 1x1 sxemasi esa ko'chat olish uchun ekiladi. Pavlonia daraxti juda ham suvni ko'p iste'mol qiladigan daraxt turlariga kiradi. Ya'ni 5-6 kun mobaynida har kuni 8-10 litr suv iste'mol qiladi va yozgi kunlarda esa bundan-da ko'p suv ichishi mumkin. Chunki asosiy Pavlonianing siri suvda bo'ladi, ya'niki ko'p suv ichadi. Pavlonia birinchi yil ekilgandan keyin tagidan texnik srez qilinadi. Bu amal bilan biz Pavloniani yanada tez o'sishiga va yuqori darajali stvol paydo bo'lishiga yordam beramiz. Texnik srez qilingandan keyin 10 metrgacha bek ko'z yuqori sifatli material olishimiz mumkin bo'ladi. Pavlonia daraxti agarda texnik srez qilinmasa, u gullaydigan daraxt, ya'niki dekorativniy daraxtga aylanadi va shoxlab ketadi. Ana endi asosiy savolga o'tamiz. Pavlonia
daraxtidan qancha daromad olsa bo'ladi? Bir kub Pavonia materiali jahon bozorida $200 dan $800 sotiladi. Ana endi oddiy misolga o'tamiz. 1 gektar yerga 625 tub Pavonia eksak va uni jahon bozorining narxiga qarab $200 dan sotgan misolimizda $200 625 tubda 1000, ya'niki $125,000 pul bo'ladi. Ya'ni siz har 6 yil, har 5 yil $125,000 daromad olasiz. Va video davomida sizga video yoqqan bo'lsa like bosishni va podpisatsiya qilishni unutmang va kanalimizni podдержка qilsangiz yaxshi bo'ladi. Rahmat, prosmotr uchun.